qaytadan boshlandi. Ukrainada jang qilish uchun pul tugab bormoqda. Isroil armiyasiga katta zarba, tanklar yo'q qilindi. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Gaz yo'q uylar uchun katta yengillik. Svet 50% arzonlashi mumkin. Gazlashmagan hududlarda yashovchilar uchun yaxshi yangilik bo'lishi mumkin. 2026-yil 1-yanvardan boshlab gaz yo'q hovlilarga elektr energiyasi uchun 50% chegirma berish rejalashtirilmoqda. Bu haqda energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov ma'lum qildi. Isroil armiyasiga katta zarba, tanklar yo'q qilindi. Amerikalik jurnalist Ethan Levin o'z bayonotida Yaqin Sharqdagi vaziyat keskinlashib borayotganini ta'kidladi. Uning yozishicha, Hizbulloh tomonidan Isroil armiyasiga qarshi kuchli zarbalar berilgan. Xususan, bir kun ichida 19 ta tank yo'q qilingani ma'lum qilinmoqda. Jurnalist hisob-kitoblariga ko'ra, ushbu yo'qotishlar qiymati taxminan $95 million tashkil etgan. Hizbulloh tomonidan amalga oshirilgan ushbu hujumlar Isroil harbiy kuchlariga jiddiy zarar yetkazgani aytilmoqda. Shu bilan birga jurnalist Isroil armiyasini tanqid qilib, uni qog'oz yo'lbarsga qiyoslagan. Shuningdek, Livan hududidagi to'qnashuvlar davomida Isroil harbiy xizmatchisi halok bo'lgani xabar qilindi. Isroil mudofaa armiyasi ma'lumotiga ko'ra, halok bo'lgan askar 21 yoshli shtab serjanti ekani aniqlangan. Mintaqadagi bu kabi to'qnashuvlar vaziyatni yanada murakkablashtirib, harbiy keskinlikni oshirmoqda. Mutaxassislar esa yaqin kunlarda mojaroning yanada kuchayish ehtimolini istisno etmayapti. Putin omma oldida ancha kam ko'rina boshladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 2026-yildagi ommaviy chiqishlari soni 2025-yil boshiga nisbatan 25% ga kamaygan. Kreml saytida e'lon qilingan press-relizlar va stenogrammalarni tahlil qilgan jurnalistlarning aniqlashicha, 2026-yilning dastlabki 3 oyida Putin 54 ta ommaviy uchrashuv va tadbirda ishtirok etgan. 2025-yilning shu davrida esa u 71 ta tadbirda qatnashgan. 2024-yilda esa bundan ham ko'proq 107 ta uchrashuv bo'lgan. Biroq o'sha paytda Putin prezidentlik saylovlari oldidan kampaniya olib borgan edi. Bunday o'zgarish sabablariga aniqlik kiritilmagan. Avtoritar tizimning afzalligi shundaki, hech kim hech kimga hech narsani tushuntirishga majbur emas, degan Farideyliga Kremlga yaqin manba. Pokiston va Afg'oniston chegarasida janglar qaytadan boshlandi. Pokiston va Afg'oniston chegarasida vaqtinchalik sulh muddati tugagach harbiy harakatlar qaytadan boshlandi. Qurbonlar bor. Bu haqda Afg'on rasmiylariga tayanib Associated Press xabar berdi. Afg'onistonning Kunar viloyati axborot va madaniyat departamenti direktorining ma'lum qilishicha, o't ochishni to'xtatish muddati tugagach, Pokiston harbiylari Naray va Sarkana tumanlariga o'nlab snaryadlar otgan. Oqibatda 2 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgan, 8 kishi yaralangan. Afg'oniston chegara qo'shinlari bunga javoban o't ochib, Pokistonning 3 ta harbiy posti yo'q qilingani va bir harbiy xizmatchi o'ldirilganini ma'lum qilgan. Pokiston harbiylari hozircha ushbu ma'lumotga izoh bermagan. Ukrainada jang qilish uchun pul tugab bormoqda. Vengriya va Slovakiya Yevropa Ittifoqi sammitining Ukrainaga 90 milliard yevro miqdoridagi harbiy yordamni tasdiqlash qarorini qo'llab-quvvatlamagani, shuningdek, so'nggi yordam paketi atrofida ziddiyatlar sababli Ukrainada jangovar harakatlarni moliyalashtirish sezilarli darajada kamaygan. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Maxfiy ma'lumotlarni anonim tarzda muhokama qilgan ham ichki, ham xorijiy rasmiylarning hisob-kitoblariga ko'ra, Kiyevda xarajatlarni qoplash uchun faqat iyungacha yetadigan mablag' bor deyiladi materialda. Shu bilan birga nashr ma'lumotlariga ko'ra, Moskva Yaqin Sharqdagi mojaro tufayli neft narxining keskin ko'tarilishidan foyda ko'rmoqda. Washington esa bunga katta resurs sarflamoqda. Shuningdek, AQSh va Isroilning Eronga qarshi operatsiyasi Ukraina bo'yicha muzokaralarni 2-darajaga tushirib yubordi. Xorijiy ommaviy axborot vositalarida AQSh Ukrainaga mo'ljallangan qurol-yarog'larning bir qismini Eronga qarshi urush ehtiyojlari uchun o'tkazish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani haqida ham ma'lumotlar paydo bo'ldi. Eronliklar bizni qirib tashlash uchun intilgan. Isroil elchisi Eronni aybladi. Bir necha yillardirki Yaqin Sharqda boshlangan notinchliklar hamon arigani yo'q va bu mojarolar markazida doimo Isroil tilga olinadi. Bular bir kunda bo'lib qolgan hodisalar emas. Ushbu jarayonlarni to'planib kelishiga asosiy sabablar nima bo'lgani? Eron Islom Respublikasi tashkil topishidan avval ham mintaqada Isroil bilan mojarolar sodir bo'lib kelgani haqida savolga Isroil davlatining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Gideon Lustig javob berdi. Elchining
Elchining qayd etishicha, Eron Isroilga qarshi bevosita va turli proksilar orqali ko'plab hujumlar ortida turibdi. Ular yillar davomida Hamasni qo'llab-quvvatlab, ularga pul va qurol berib, ularni o'qitib kelgan. Ular Livanda 80-yillarda Hizbulloh tashkil etilganidan beri uni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Buning asosiy sababi kerak deb hisoblangan paytlarida Isroilga hujum qilish. Ular Yamandagi Husiylarga raketalar va imkoniyatlar berib kelishgan. Eron mintaqadagi hujumlar va terrorchilik faoliyatining 90% dan ortig'ining manbai hisoblanadi. Ular ko'p yillar davomida Isroilga qarshi urush olib borishdi. Siz aytganingizdek, bu birgina qisqa davr emas. Shuning uchun bizning hozirgi operatsiyamiz bu tahdidni doimiy ravishda olib tashlash, uni bir yo'la hal qilishga qaratilgan harakatdir, deydi diplomat. Qolaversa, Isroil elchisi tomonidan Eronda Oyatulloh rejimi hokimiyatga kelganida ular Isroilni yo'q qilishga qasam ichishgani, har bir minbarda Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim deb hayqirishgani bildirildi va ular bizga qarshi kurashish va o'z proksilarini rivojlantirish uchun qo'llaridan kelgan hamma narsani qilishdi. Ushbu rejim Hizbullohni moliyalashtirish bilan paydo bo'ldi. Hizbulloh Oyatulloh rejimi hokimiyatga kelganidan keyin tashkil etilgan, chunki u Oyatulloh rejimining vositasidir. Husiylar ham xuddi shunday. Demak, Eron rejimi hokimiyatga kelganidan beri ular butun dunyo bo'ylab urush olib borishmoqda. Yaqinda Argentina hukumati 1990-yillarda Isroil elchixonasi va yahudiy jamoat markazlariga qilingan hujumlar Eron rejimi tomonidan amalga oshirilganini aytdi. Bunga Ali Xamenei mas'ul bo'lgan. Shunday qilib, ular faqat bizni yo'q qilish kerakligini aytishmoqda. Endi diqqat bilan eshiting. Siz davlat sifatida nima qilgan bo'lardingiz? Agar kimdir O'zbekistonni yillar davomida yo'q qilishga chaqirsa, uni vayron qilishga va'da bersa, O'zbekiston davlat sifatida nima qilgan bo'lardi? Siz ularga ishonarmidingiz, dedi u. Gideon Lustig eronliklar Isroilni yo'q qilish, qirib tashlash uchun yadro quroli va uzoq masofali raketalarni ishlab chiqarishga intilganiga ishonishini urg'uladi. Bundan tashqari, Isroil buning sodir bo'lishiga yo'l qo'ya olmasligi, fuqarolarini himoya qilishni bildirdi. AQSh davlat kotibi Marko Rubio AQSh Ukraina uchun mo'ljallangan qurollarni Yaqin Sharqqa yo'naltirishini aytdi. Uning ta'kidlashicha, AQSh va Eron muzokaralarida taraqqiyot yaxshi ketmoqda va Amerikaning bu mamlakatga hujumi kelgusi haftalarda tugaydi. Bundan tashqari, Rubio yadroviy kuch sifatida Rossiya bilan aloqani saqlab qolish muhimligini ta'kidlab, hozirda Ukraina bo'yicha hech qanday uchrashuvlar rejalashtirilmaganligini qo'shimcha qildi. AQSh Yaqin Sharqqa yana 10 ming askar yuborishi mumkin. Pentagon yaqin kunlarda Yaqin Sharqqa yana 10 minggacha quruqlik harbiy xizmatchilarini yuborish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda vazirlikdagi manbalarga tayanib The Wall Street Journal xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu kuchlar piyoda qo'shinlari va zirhli texnikalarni o'z ichiga oladi hamda mintaqaga allaqachon yuborilgan 5 mingga yaqin dengiz piyodalari va 82-havo desant diviziyasining minglab desantchilariga qo'shiladi. Bu Tehron bilan muzokaralar haqidagi bayonotlarga qaramay, prezident Donald Trampga harbiy jihatdan ko'proq harakat erkinligini beradi. Qo'shinlar aynan qayerga yo'naltirilishi hozircha noma'lum. Wall Street Journal taxminiga ko'ra, ular Eron chegarasi va Eron o'z neftining 90% ni eksport qiladigan Xark oroli yaqinida joylashtiriladi. Axios suhbatdoshining so'zlariga ko'ra, qaror kelasi haftada qabul qilinishi mumkin. Portal ma'lumotlariga ko'ra, Pentagon Eronga yakuniy zarba berishning harbiy variantlarini ishlab chiqmoqda. Bu variantlar quruqlikdagi qo'shinlardan foydalanishni va ommaviy bombardimonni o'z ichiga olishi mumkin. Oq uy rahbari hozircha ushbu ssenariylardan birortasini amalga oshirish bo'yicha yakuniy qaror qabul qilgani yo'q. Biroq manbalarning ta'kidlashicha, agar Tehron bilan muzokaralar yaqin orada sezilarli natija bermasa, u vaziyatni yanada keskinlashtirishga tayyor. 5 ta arab davlati AQShga o'z hududidan Eronga hujum qilishga ruxsat berdi. Fors ko'rfazining 5 ta davlati AQShga Eronga zarba berish uchun o'z hududlari va havo hududini taqdim etdi. Bu haqda razvedkadagi manbalarga tayanib Fars va Tasnim xabar berdi. Ularning so'zlariga ko'ra, bu davlatlar sirasiga Bahrayn, Qatar, Quvayt, Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya Arabistoni kiradi. Amerika harbiy xizmatchilari Eronga qarshi raketa, aviatsiya va dengiz operatsiyalarida ushbu davlatlarning bazalari, hududiy suvlari va havo bo'shlig'idan foydalangan deb aniqlik kiritadi Tasnim.